Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 40-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida pedagoglarning malakasini oshirish, tajriba almashish hamda ta'lim sifatini yanada yuksaltirishga qaratilgan kasbni rivojlantirish kuni tadbiri tashkil etildi. Mazkur tashabbus o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlash, dars jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlarni tatbiq etish va o'quvchilar bilim samaradorligini oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Tadbir doirasida ona tili fani o'qituvchilari ishtirokida uslubiy uchrashuvlar, tajriba almashish muloqotlari hamda amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Unda darslarni interfaol metodlar asosida tashkil etish, matn asosida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, o'quvchilarning nutq madaniyati va mustaqil fikrlashini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ustozlar tomonidan ilg'or tajribalar taqdim etilib, ta'lim jarayonini samarali yo'lga qo'yish yuzasidan tavsiyalar berildi. Shuningdek, maktabning davlat va huquq asoslari fan o'qituvchisi Nilufar Ziyamova tomonidan 9-sinf o'quvchilari uchun siyosiy huquqlar mavzusida ochiq dars mashg'uloti tashkil etildi. Mashg'ulot davomida o'quvchilarga fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari, saylov jarayonlarida ishtirok etish, fikr bildirish erkinligi hamda jamiyat hayotidagi faollikning huquqiy asoslari to'g'risida keng va tushunarli ma'lumotlar berildi. Mavzu amaliy misollar, savol-javoblar hamda muhokamalar orqali yoritilib, o'quvchilarning huquqiy ongini oshirishga qaratildi. Ochiq dars jarayonida o'quvchilarning mavzuga qiziqishi, faol ishtiroki va mustaqil fikr yuritish ko'nikmalari yaqqol namoyon bo'ldi. Bu esa ta'limda zamonaviy yondashuvlarning samaradorligini tasdiqladi. Tadbir yakunida pedagoglar o'rtasida fikr almashilib, kelgusida hamkorlikni kuchaytirish va dars sifatini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Bunday tashkiliy ishlar ta'lim dargohida sog'lom kasbiy muhitni shakllantirish, o'qituvchilarning mahoratini yuksaltirish hamda yosh avlodni bilimli va huquqiy savodxon etib tarbiyalashga mustahkam zamin yaratmoqda.